Assalomu alaykum. Hurmatli diabetni davolash kanali muxlislari va Facebookdagi muxlislarimiz, bilasizlar, sahifamiz Facebookda ham chiqyapti. Bugun sizlarga sitagliptin degan dorini darsini o'tib beraman. Ogohlantirib qo'yaman, biz hech qaysi dori firmalari bilan ishlamaymiz, reklama olmaymiz, dorilarni maqtamaymiz. Bu videolar sizni tibbiy bilimingiz va tibbiy madaniyatingizni oshirish uchun qilinyapti. Dorini tekshiruvlardan keyin doktor yozadi. Videoni ko'rib yoki mustaqil ravishda yoki qarindosh urug'lar, boshqa bemorlarning gapiga ko'rib mustaqil dorini almashtirish mumkin emas. Oldindan aytib qo'ymoqchiman, agar zo'r dieta qilib, sport qilib saxringizni 5-5,5 ga tushirsangiz, ovqatdan keyin 6-7 dan oshmasa, saxir dorini yarimta, choraktadan kamaytirsa bo'ladi. Doktoringizdan so'rab yoki mustaqil ravishda kamaytirasiz, chunki kamaytirmasangiz ertaga yana ham tushib ketadi. Lekin mustaqil dorini o'zingizlar qaysi dorini qabul qilishni hal qilmanglar. Diabetga chalingan bemorlar, yangi diabet aniqlangan bemorlar, sizlar tushkunlikka tushmanglar. Diabetni davolab dori ichmaydigan qilib remissiyaga erishtirsa bo'ladi. Shuning uchun sizlarni ko'yninglarni ko'tarish uchun bittagina kichkina 1 minutlik intervyuni ko'rsataman, keyin sitagliptin kimga mumkin, kimga foydali, kimga mumkin emas, qanaqa yomon ta'sirlari bor o'tib beraman. Men Xorazm oblasti Urganch shahrindanman. Yoshim 65 da. Saxir bo'lganima 5 yil bo'ladi. Shu Umidjonning yanına YouTube'da görüp klinikasına bardım, davalandım, hamma tavsiyalarini amal qildim. 3 ayda saxir tabletkadan chiqib ketdim doridan. Hozir yana marafonlara qo'shilib, gruppada hamma bilan muloqotda bo'lib, dieta sportlarni kanda qilmaymiz. Dieta sport shu saxir kasalining eng yaxshi davosi dieta sport ekan. Oyoqlarim og'riradi, oyoqlarim og'rimaydi hozir. Yaxshiman. Hammangizga shu Xo'p, o'rtoqlar, qaranglar. Ozgina falsafa bilan shug'ullanamiz. Tasavvur qilinglar. Diabet odam, diabet bo'lib qoldi. Nima qiladi birinchi bo'lib? Informatsiya qidirishni boshlaydi. Agar ozgina bo'lsa ham qiziquvchan, izlanuvchan bo'lsa. Diabet nima? Saxir nechidan oshsa diabet? Uni qanaqa qilib davolasa, tuzatsa bo'ladi deb qidirishni boshlaydi. YouTube'ga kirsanglar, 200 tadan oshiq bo'lsa kerak, diabetdan tuzatgan bemorlarimizni intervyularini qo'yganmiz. Tushkunlikka tushmanglar, sizlarni ham davolasa yordam bersa bo'ladi. Ayniqsa kasallikni boshida saxir tushiradigan dorilarsiz, oddiy dieta sportlar bilan tuzatib yorsa bo'ladi. Agar gormonal o'zgarishlari kuchli bo'lsa, dieta sportni o'zi yetarli bo'lmasa, organizmda o'zgarib ketgan gormonlarni normaga keltirish kerak. Chunki 18 yasharmassiz. Odam yashagan sari qariydi. Qarigan sari yaxshi gormonlari, jinsiy gormonlari, quvvat beradigan gormonlari, yoshartiradigan gormonlari kamayadi va insulinni faoliyati susayadi. Ko'p bo'lsa ham insulin rezistentlik holati yuzaga keladi. Muskullari kamayadi, harakati kamayadi, ovqatlanishi ko'payadi. Mana shularni to'g'rilab tuzatib yorsa bo'ladi. Demak, diabet bo'lgan odamga birinchi bo'lib tuzalish haqida informatsiya, ya'ni tuzatsa bo'ladimi, qanaqa qilib tuzatsa bo'ladi degan informatsiya kerak. Kanalda bor. Ikkinchisi, diabet odam qanaqa sport qilsam tezroq saxirim tushadi deydi. Bor, mana bizada bor bu narsa. Xo'p, diabet bo'lgan odam qanaqa ovqat yesam, qanaqa dieta qilsam, nima mumkin, nima mumkin emas, bor bu narsa. Diabet bo'lgan odam menyu xohlab qoladi. Mana, non mumkin emas, go'sht mumkin. Bu menyu emas. Ertalabga nima yesam, obedga nima yesam ekan deb o'ylab qoladi. Bu narsa ham bor. Bizada retseptlar kanali, menyu kanali, fitness marafon kanali, u yerda diabetdan tuzatadigan dabavkalar, diabetdagi sportlar bor. Demak, mana shu Telegramni saqlanch qilasizda, Telegram gruppalaringizga qo'shing desangiz, bir marta to'lov qilib, bir umrga qo'shilsa bo'ladi. Boshqa vrachlarga o'xshab, ozgina bir oyning ichida o'chirib tashamaymiz, yana qaytadan pul to'la, yana qo'shilish uchun demaymiz yoki bizni gruppada qolmoqchi bo'lsang, yana pul to'laysan demaymiz. Xo'p, yana nima xohlaydi diabet bo'lgan odam? Tasavvur qiling, diabet bo'lganlarni ko'rdi, tuzalganlarni ko'rdi, doktorga davo yozdirmoqchi bo'lsa, pожалуйста, kelib tekshiruvlardan o'tib davo yozdirdi.
endi menyularni ko'rdi, dietalarni qildi, sportlarni qildi, tuzaldi, sahri tushdi. Nima xohlaydi? Pauzaga qo'yib o'ylab ko'ringlar. Diabetdan tuzalgan odam, diabetdan yaxshi bo'lgan odam, diabetni o'rgangan odam, boshqa odamlarni xato yo'lda yurganini ko'radi va boshqalarni ham tuzalishini xohlaydi va o'zi erishgan natijalar bilan bo'lishishni xohlaydi. Bor bunaqa narsa? Bizda ikkita chat bor, sport bo'yicha va ovqatlar bo'yicha, savol-javob bo'yicha. Diabet bo'lib tuzalgan odam o'zi nima ovqat pishirib yeganini qolganlar ko'rishini xohlaydi. Diabet bo'lib tuzalgan odam ertalab sahri oshmaganini, ovqat yegandan keyin sahri oshmasligini xohlaydi. Bemorlarni savollariga javob berishni xohlaydi. Ya'ni o'zini do'stlari, dugonalari, qarindoshlarini savollarini javob berishni xohlaydi. Yana bitta narsa bor. Diabet bo'lgan odam dieta buzishni xohlaydi. Dietani sahir oshirmaydigan qilib buzishni yo'llari bor. Mana chuchvara, diabetda sahir oshirmaydigan chuchvara. Xo'p. Demak, diabet bo'lgan odam qancha yurganini, qancha sport qilganini boshqalarga ko'rsatishni xohlaydi. O'g'il ko'rgan, mashina olgan, uy olgan, dissertatsiya yoqlagan, har qanday yaxshi natijalarga ega bo'lgan odam boshqalar bilan bo'lishishni xohlaydi. Mana bu, bilasizlarmi nima bu? Yangi bir oqim, yangi bir madaniyat, yangi bir yo'nalish diabetni davolash bo'yicha. Mana shu hamma narsa bitta joyda. Mana shu YouTube kanal bilan Telegram kanallarimizda. Tasavvur qilinglar, hozir misol uchun 3,5 mingta odam bor. 5 yil bo'lmadi. Yana 5 yildan keyin misol uchun 10 mingta bo'lar, yana 5 yildan keyin 50 mingta bo'lar. Bu paytgacha diabet ham to'xtab turmaydi. Ko'pchiligi o'lib ketadi bemorlarning. Balki men ham o'lib ketarman. Lekin даже men o'lsam ham mana shu narsa qoladi. Bu tuzalgan odamlar boshqalarga o'rgatadi. Bu tuzalgan odamlar boshqalarni to'g'ri yo'lga soladi. Bu guruhga agar Telegram yo'q bo'lib ketmasa, hali necha mingta odamni tuzalishiga, tushkunlikdan chiqishiga yordam beradi. Vaqtinglar borida, hali boshida qo'shilib olinglar. Mana meni Telegramim. Agar Telegramdan yozishni bilmasangiz, tushunadigan odamga ko'rsating, qo'shiling bizaga. Shu mana hamma narsa Diabet City deydi-yu, mana Toshkent Cityda yoki Moskva Cityda hamma boylar yashaydi. Yig'ilib olgan bitta joyga, misol uchun. Xuddi shunga o'xshab biza ham diabetdan tuzaladiganlar, diabetdan to'g'ri yo'nalishda bo'lganlar bitta gruppaga yig'ilib olganmiz. Bitta gruppa emas, 5 ta gruppaga yig'ilib olganmiz. Mana shu bizani shahrimiz. Mana shu bizani diabetdan tuzalish bo'yicha shahrimiz. Diabet Cityga o'xshagan narsa. Pожалуйста, bizaga qo'shilinglar. Endi sitagliptinga qaytamiz. O'rtoqlar, sitagliptinni juda ko'p turlari bor. Siglip ham sitagliptinga kiradi. Hozir sitadiab ham sitagliptinga kiradi. Mana sitadiab turibdi. Mana sigletik, asiglia hammasi sitagliptin, sana sitap use, siglip use. Mana sitaglix hammasi tarkibida sitagliptin saqlovchi moddalarga kiradi. Sitagliptin shunaqa narsaki, odamlarning ichagida ikkita gormon bo'ladi. Bu gormonlar odam ovqat yeganda glukanopodobniy peptid 1 va glyukozaga bog'liq bo'lgan insulinotropniy peptid degan, polipeptid degan ikkita gormon bo'ladi. Bu gormonlar siz ovqat yeganingizda yegan ovqatingizga qarab insulin ishlab chiqarishini, sahrni oshib ketmasligini, jigarni ko'p shakar ishlab chiqarmasligini, glyukagon degan gormonni ko'payib ketmasligini boshqaradi. Mana shu gormonlarni dipeptil peptidaza degan ferment parchalab tashlaydi. Sitagliptin dipeptil peptidazani ishini susaytiradi. Natijada siz ovqat yeganingizda shu yegan ovqatingizga qarab sahringiz oshib ketmasligini sitagliptin yordam beradi. Sitagliptinni avval ham o'tganmiz. Misol uchun birinchi darsimiz siglip degan dori sitagliptin haqida edi. Qanchalik sahrni tushiradi? 0,7 dan 0,9 gacha, juda sahri balandlarda 1% gacha glikerlangan gemoglobinni tushiradi. Demak, mana 2006-yilda diabetni davolash jurnali, Diabetes Care jurnalida 24 hafta 741 odamga ichirgan. O'rtoqlar, ularning glikerlangan gemoglobini 0,7, 0,9% ga tushgan. O'rtoqlar, mana bu 12 haftaning ichida
dieta qilib sport qilib kelib gormonlarini to'g'irlab tuzalib ketgan 24 hafta ahmoq bo'lib sahr dori ichib yurish shart emas. Endi hamma ham kelolmaydi yoki sitagliptin haqida bilimga ega bo'lmoqchi aytmoqchimanki, ancha oson tuzalishning yo'llari bor. Yana 2006-yilda diabetni davolash jurnalida, Diabetes Care jurnalida oddiy metformin, glukofaz, siafor ichib yurganlarga sitagliptin qo'shishgan. Bitta emas, ikkita dori bersa, qo'shimcha ravishda glikerlangan gemoglobini 0,6 dan 0,8% gacha tushirgan. Umidjon biz glikerlangan gemoglobinni unchalik ham tushunmaymiz. Sahrni qanchaga tushiradi desanglar, 1-1,5 taga tushiradi. O'rtoqlar 1-1,5 taga tushirgani yomon emas, lekin dieta sport qilsanglar undan ham ko'pga tushadi. Bundan 3 baravar, 300% kuchli effekt olasizlar to'g'ri dieta, to'g'ri sport qilsanglar. Xo'p, ozishga unchalik ham ta'sir qilmaydi. Sitagliptin preparatlari sahrni tushirib yubormaydi. Nojo'ya ta'sirlari tumov, yo'tal, bosh og'rig'i, shunga o'xshagan nojo'ya ta'sirlar bor. Mana metformindan jigar og'rishi mumkin, ich ketishi mumkin, ko'ngil aynishi mumkin, qusish mumkin. Sitagliptinlar yengil hisoblanadi, shuning uchun unchalik ham nojo'ya ta'sirlari bo'lmaydi. Yurakka nojo'ya ta'siri yo'q, pochkaga nojo'ya ta'siri yo'q, lekin pochkadan ajralib chiqadi. Dieta qilmay, sport qilmay, agar pochkangizni zararlasangiz, dozasini kamaytirishga to'g'ri keladi. Xo'p, sitagliptinlar juda yengil dori. Misol uchun, yangi diabet bo'lib qolgan, unchalik ham og'ir emas bemorlar, insulinini ozgina ko'paytirish kerak bo'lgan bemorlar, ozg'in bemorlarga, sahri juda ham tushib ketmasligi bo'lgan, sahri unchalik baland emas bo'lgan qariya bemorlarga beriladi. Lekin juda ham semiz, insulini baland, glikerlangan gemoglobini 10-12% dan baland odamlarga berganning foydasi yo'q. Bugungi darsimiz shu haqida edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.